Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan yaqinda chiqqan ma'lumot haqida fikr alishgim keldi. Va bu ma'lumot Vinicius Junior Real Madriddan ketish haqidagi ma'lumotlar juda hozir ommalashib ketmoqda. Bu rost-yo yolg'onligi hali noma'lum. Marka ham hozir yozib chiqyapti. El Clasico'dagi xatti-harakatlari uchun Perez bu o'yinchidan voz kechishga harakat qilyapti. Viniciusni sotishni o'ylab ko'ryapti hozir Perez degan ma'lumotlar chiqa boshladi va buning soyasida Vinicius ketadigan bo'lsa, o'rniga kim olib kelinadi degan savol va bu savolga ham top darajadagi o'yinchi olib kelinsa kerak agar Vinicius ketadigan bo'lsa. Marka yana bir ma'lumot chiqardi. Vinicius ketadigan bo'lsa, Citydan Holland kelish ehtimoli bor ekan. Bu shunchaki taxmin xolos. Shu taxminlarga, shu fikrlarga nima deysizlar? O'zingizlarning taxmininglarni, fikringlarni kommentariyada kutib qolaman azizlar. Viniciusni Holland bilan ayirboshlash bu qanchalik to'g'ri va qanchalik mos tushadi bir-biriga bu jamoalardagi o'zgarishlar? Taxmin qilib ko'ramiz. Agar Holland Real Madridga keladigan bo'lsa, Mbappe chap qanotga o'tadi. O'zining sevimli chap qanotiga va o'ng qanotga Mastantuoni qo'ysa kerak va Rodrigo bu vaziyatda Rodrigo ham ishdan chiqadi va Rodrigoning ketish foizi ham ko'payib ketsa kerak. Mbappe Rodrigo bilan raqobatda yutib chiqadi, bu aniq. Va Vinicius ketadigan bo'lsa, Holland Realga kelsa, agarda Rodrigo ham ketish ehtimoli yuqori bo'lib ketadi. Bu vaziyatda Real birdaniga ikkita o'yinchisini sotishga majbur bo'lib qoladi agar Vinicius ketib o'rniga Holland olib kelinsa Realga. O'zimning shaxsiy fikrim, Vinicius ketgan taqdirda ham, Vinicius sotilgan taqdirda ham Realga Holland kerak emas menimcha. Chunki agar Holland kelsa, Mbappega ham salbiy ta'sir o'tkazadi Holland. Vinicius Manchester Cityga kelishi, bu shunchaki taxmin, Manchester Cityga kelishi qanchalik to'g'ri va qanchalik Pep Guardiolaning sxemasiga tushadi bu bola. Viniciusga hududlar ochib berilsa, Vinicius qanday vahshiy o'yinchi ekanligini hamma biladi.